Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Tinchmisizlar? Oilalangiz tinchmi? Shaxsot Goldni jangi haqida o'z fikrimni bildirib o'tsam, shu kanalga obuna bo'linglar, videolarga like bosinglar, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni bildirib qoldiringlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin vatandoshlar. Shaxsot Goldni jangiga keladigan bo'lsam, Shaxsot Gold biz o'ylagan natijani ko'rsata olmadi. Mayli, endi bu sport. Yutishini xohlagandim juda ham. Afsuski unday bo'lmadi. Hammasi yutish ham, yutqazish ham hammasi Allohdan. Bu bola ozarbayjonlik raqibi parterda kuchliroq ekan, kurashda yutib qo'ydi. Mayli, nima bo'lganda ham kayfiyatni tushirmang Shaxsot Gold. Hech qachon kayfiyatni tushirmang, negativlarga umuman e'tibor bermang. Faqat olg'a qadam bosing. Bu safar endi yaxshilab kurashda tayyorgarlik ko'rib, bir yaxshigina murabbiy bilan tayyorlanib, kurashda yaxshilab tayyorlanib jangga chiqsangiz o'sha ozarbayjonlik raqibingiz bilan albatta keyingi jangda, revanshda yutasiz deb o'ylayman, inshaalloh. Shaxsot Gold. Sizni yutqazsangiz ham qo'llab-quvvatlayman. Janglaringizni ko'rganman. Siz stoykada yaxshi urishasiz. Lekin shu kurashda sal tajribangiz yetishmadi. Bu sport endi, sportda bir safar yutqazasan, bir safar yutasan. Yomon gaplarga umuman e'tibor bermang, ko'ngilni cho'ktirmang Shaxsot Gold. Faqat kurashda tayyorlanib endi bu yog'iga Xudo xohlasa keyingi janglarga chiqsangiz albatta yutasiz. Albatta. Olg'a O'zbekiston, O'zbekistonim sportchilari, O'zbekistonim o'g'lonlari, olg'a, faqat g'alaba tilayman hammangizga. Mayli. Sizni qo'llab-quvvatlab kelgan Humo Arenaga kelgan muxlislaringizni, biz muxlislaringizni endi ishonchini oqlay olmadingiz bu jangda, mayli. Keyingi jangda Xudo xohlasa albatta yutasiz deb o'ylayman, inshaalloh. Yutishingizni tilab qolaman keyingi janglaringizda Shaxsot Gold. Kurashda yaxshilab tayyorlaningda, keyingi jangingizda Xudo xohlasa o'shanda albatta yutasiz Shaxsot Gold. Sizga faqat omad tilayman. Keyingi janglaringizda yutishingizni tilab qolaman. Hamma vaqt poddershkadaman. Olg'a O'zbekiston.